Alloh taolo Qur'oni Karimda mana A'lo surasida aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhissalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini har qanday nuqsondan poklang. Ya'ni har narsadan oliy bo'lgan zot. Nisbiy va mutloq degan so'zlar bor. Nisbiy. Mana shu ikkala so'zning orasidagi farq. Bir qozini tasavvur qilaylik. Umri davomida 1000 ta hukm chiqargan. Shundan 5 tasi adolatsiz bo'lgan, xato bo'lgan, lekin 995 tasi to'g'ri bo'lgan. Lekin 5 ta ishida xato qilgan bo'lsa ham, ishini ko'proq qismida adolatli hukm chiqarganligi uchun bu odamni adolatli qozi deymiz. Inson mutlaq adolatli bo'lishi mumkin emas. Albatta unda bir xato bo'ladi, nuqson bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Demak, bu odam 1000 tadan 995 ta hukmi adolatli bo'lganda ham 5 tasida xato bo'lgan. Demak, uning adolati nisbiy deyiladi. Mutlaq deyilmaydi, mukammal deyilmaydi. Endi Alloh subhanahu va taoloni adolatli deganimizda-chi? Robbimizni qanaqa hukmi bo'lgan bo'lsa, qancha hukmi bor bo'lgan bo'lsa, hammasi mutlaq odil hukmlar. O'zini mulkida bironta maxluqqa Alloh azza va jalla zulm qilishi mumkin emas. Endi adolat bilan zulmda ham bir ozgina tushunchasini berib qo'yaylik. Adolat bu zulmning ziddi. Zulm adolatning ziddi. Har bitta haq egasini haqqini ado qilish adolat deyiladi. Endi ana shu haq egalarini haqqini bermaslik bu zulm bo'ladi. Alloh taolo odil zot, hammani haqqini to'liq komil suratda ado qiladi. Gohida inson o'zini aqliga suyanib Alloh taoloning adolatini tekshirmoqchi bo'ladi, qidirmoqchi bo'ladi. Juda ham nodir holatlarda inson Allohning adolatini anglab yetishi mumkin. Masalan, hayotda minglagan voqea hodisalarga guvoh bo'lamiz. To'g'rirog'i ana shu voqea hodisalarning oxiriga guvoh bo'lamizda, bu voqealarning avvalidan xabarimiz bo'lmaganligi uchun shu ishlarda adolat yo'qqa o'xshab ko'rinadi. Ya'ni bir ishni ko'rdik, bizning nazarimizda adolatli ish bo'lmadi. Siz bu ishning oxirini ko'rdingiz-da, agar siz bu ishni avvalidan ham xabardor bo'lganingizda bunaqa fikrda bo'lmas edingiz. Misol uchun, kuch-quvvatga to'lgan 30 ga 35 ga kirgan yigit otasini so'dirab ko'chada urib ketyapti. Qani adolat? Bu bolani dunyoga keltirib, boqib, katta qilib, tarbiyalab, kuch-quvvatga to'lg'izib qo'ygandan keyin otaga shunaqa muomala qiladimi? Adolat qani degan savol tug'iladi insonda. Hozir aytganimizdek, siz bu hodisa voqeani oxiriga guvoh bo'lib turibsiz-da. Kinoda oxirgi seriyasini ko'ryapsiz, bizning tilda aytganda. Shuning uchun Allohni bu bandani ustidagi hukmini siz tushunmayapsiz. Keyin so'rab surishtirsangiz, ota-bolaning tarixini hammasidan xabardor bo'ldingiz. Bu kalta yeyotgan qari ota o'z davrida o'zini otasini xuddi shunday qilib urgan edi. Ha, endi qissani avvalidan ham xabardor bo'lganingizdan keyin nimaga kalta yeyotganligini tushunasizda, ha, Alloh taoloning ishida adolat bor deysiz. Siz tushunmayotgan adolatni shunda topasiz. Shuning uchun hayotda bo'layotgan ayrim narsalarda hikmatini tushunmayotgan bo'lsak, bizni nazarimizda shu ishlarda adolat yo'q bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, bu kamoli bizni aqlimizning noqisligidan va mana shu bo'layotgan hodisalarning avvalidan bexabarligimiz sababli bo'ladi. Shuning uchun surishtirib ko'raylikchi. Surishtirib ko'raylikchi. Qarasangiz tuppa-tuzuk odam ibodatda birodar haqqini yemaydi, 5 mahal namozini o'qiydi, tarozidan urmaydi, yolg'on gapirmaydi, lekin qandaydir musibat ustiga musibat yog'ilib kelyapti ustiga. Siz endi ko'rdingizda buni ibodatxon bo'lib qolganini. Siz uni ibodatxon bo'lib qolganda ko'rdingiz. Dinga moyil bo'lib, gunoh ishlar, avvalgi ishlarni tark qilgan joyini ko'rdingiz. Avval qanaqa bo'lgan edi? Biz haqlarni yeymiz, o'zimizniki bo'lmagan. Allohning haqqini yeb qo'yamiz, bandalarning haqqini yeb qo'yamiz. Masalan, namoz o'qimasak, Allohning buyrug'ini bajarmadik. Roza tutmasak, demak haq yeyildi. Alloh bilan bo'ladigan muomalalarda biz haq yeb qo'ygan bo'lsak, istig'for aytamiz, tavba tazarru qilamiz, Robbimiz kechiradi. Ammo bandalarning haqqini yegan bo'lsak-chi?
Allohning haqqi bo'lgan ishlarda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, 3 ta ish talab qilinadi bizdan. Masalan, benamoz edingiz, to'xtatasiz benamozligingizni. Benamoz bo'lganingizga pushaymon yeysiz va qaytib namozni tashlamayman deysiz. Boshqa misol. Masalan, aroqxo'r edingiz. Sizning aroq ichmasligingiz Allohning siz ustingizdagi haqqi edi. Demak, Allohning haqqini yedingiz siz. Bu ishdan qutulish uchun to'xtatasiz aroq ichishni. Ichgan kunlaringizga qattiq pushaymon yeysiz va qaytib ichmayman deb ahd berasiz. Demak, siz Alloh taoloning haqqini ado qildingiz. Shu ishingiz kechiriladi. Endi bandalarning haqqi bo'lgan ishda to'xtash, pushaymon yeyish, qaytib qilmaslik degan yana 4-shart qo'shiladi. Bandaning haqqini qaytarib berasiz. Agar zulm qilgan bo'lsangiz, odamlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, zulman yerini tortib olgan bo'lsangiz, zulman chekini olgan bo'lsangiz, zulman bir pulini tortib olgan bo'lsangiz, to'xtatdingiz. Qattiq pushaymon yedingiz, qaytib birodar pulini yemayman dedingiz, bo'ldimi? Qaytarib berasiz. Ehtimol biz hozir aytayotgan odam o'sha 4-sini qilmagandir. O'shuning uchun tortayotgandir. Shuning uchun akalar, ukalar, kattalar u hayotiy tajribadan bu narsani ko'rib bo'ldi. Yaxshilab bilib olinglar. Birodar bir tiyin haqi o'tib ketdimi? Birovga zulm qildingizmi? Xotirjam bo'ling. Albatta sizga keladi buni mukofoti. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa. Shu dunyoda qutulib olsin bandanda musibatni shu dunyoda berib qo'yadi. Agar oxiratga olib qo'yadigan bo'lsa, holingizga voy. Yo'lga to'xtab olyapsizlar mashinada. Orqadagi mashinalar to'xtab probka bo'lib ketyapti. Zulm qilyapsizlar. Qaytib keladi, xotirjam bo'ling. Xuddi shu mashinangizda keladi sizga zulm. Biroq yo'lga shart chiqib ketyapsiz. Mashinangiz katta, mensimasdan. Svetoforda qizilga yurdingiz. Narigini haqidasiz. Xotirjam bo'ling, keladi. Iymoninglar komil bo'lsin. Al-A'laning ma'nolaridan faqatgina Allohning xohlagani bo'lgan va faqatgina Allohning xohlagani bo'ladi. Mana shu haqiqatni yaxshilab tushunib olishlik kerak bo'ladi. Koinotda nima sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xohlagani uchun bo'ldi. Bu bo'ldimi shu ish, demak Alloh xohlagan ekan. Endi buni bu yo'g'iga Alloh nimani xohlagan bo'lsa, faqatgina shu narsa sodir bo'ladi. Alloh taoloning birodarlar irodasi, xohishi mutlaq hikmatga bog'liq. Uning mutlaq hikmati esa mutlaq yaxshilikka bog'liq. Sabbihisma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklang. Alloh azza va jallaning hamma ismlari birodarlar mutlaq komil. Biz o'zimizga o'xshagan bir bandani, odam bolasini odil deb sifatlaymiz. Lekin yuqoridagi qozini misolida tushuntirdik. Bizni adolatimiz nisbiy, mukammal emas, mutlaq emas. Bir odamni rahm shafqatli deymiz, lekin uni rahm shafqati ham nisbiy, mutlaq emas. 5 kun rahm shafqatli bo'lgan bo'lsa, 6-kun birovga bir g'azab qilib, jahl qilib, zulm qilib qo'yishi mumkin. Biz o'zimiz noqis bo'lganimizdan keyin bizning sifatlarimiz ham noqis. Al-A'la ismining ma'nolaridan Alloh azza va jalla bandalarni qilayotgan ishlaridan g'ofil emas. G'ofillik bu noqislik. G'ofillik bu nuqson. Alloh azza va jalla har qanday ayb nuqsondan pok bo'lgan zot. Alloh bandalarni qilayotgan ishlaridan g'ofil emas. Astagfirullah. Va la tahsabanalloha g'ofilan amma ya'malu-zolimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hayotda bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, adolat qanida boradi inson ba'zida. Ya'ni zolimlar odamlarga zulm qilyapti. Mazlumlar oyoq osti bo'lib tepalanyapti. Haqlar poymol bo'lyapti. Mol-mulklar musodara bo'lyapti. Shunda iymoni zaif odam adolat bormi o'zi? Alloh ko'ryaptimi-ki mana shu ishlarni deb yo'radi. Ba'zi bir odamlarga bechora qariganda qiynalib qopti deyishlikka loyiq emasligini ko'rasiz. Kuchga kirganda, qo'lida mansab bo'lganda, quvvat qo'lida puli bo'lganda nima ishlar qilganligini eshitganingizdan keyin, bu ham kam ekan bunga deb yorasiz. Demak, zolimlarni qilayotgan ishlaridan
Allohni hargiz g'ofil deb o'ylamang. Oyatni o'qib beraman. Siz hargiz Alloh zolim kimsalarning qilayotgan amallaridan g'ofil deb o'ylamang. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Tushunarlimi? Hozirda zolimlarning qilayotgan ishlardan Allohni g'ofil deb o'ylamaymiz. Chunki g'ofillik nuqson birodarlar. Alloh taolo eng oliy bo'lgan zot. Nuqsoni yo'q. Alloh azza va jalla siz bilan bizni bir imtihonga soladi. Har kuni o'zi bilgan bir hikmat uchun. Dushmanlarni quvvatli qilib qo'yadi. Imkoniyatlarni kuchli qiladi. Xohlagan narsasiga imkoniyatlari bor. Shunda iymoni zaif bo'lgan, aqli kalta odamlar Alloh qani deydi. Alloh bo'layotgan ishlardan bexabarga o'xshaydi deb o'ylaydi. Albatta bu uning nuqsonidan. Hozirgi kunda musulmon o'lkalarni qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatan holi nochor, zaif. Boyliklari talon-taroj, xalqlari faqir, ahvoli yomon. Buni ko'rgan zaif inson Alloh ko'rmayaptimi buni deydi. Mana Alloh taolo aytayapti: Astagfirullah va la tahsabanalloha g'ofilan amma ya'malu-zolimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. U zolimlarning qilayotgan ishidan Allohni g'ofil demanglar. Ko'zlari katta ochib qatib qoladigan qiyomat kuniga olib qo'yapti xolos. Ularni jazolarini. Demak, Alloh azza va jalla bandalarga zulm qilishidan pok bo'lgan zot. Biz bo'layotgan ishlarda faqat zohirini ko'ramiz, oxirgi qismini ko'ramiz. Qiynalgan inson, rizqi tang inson, bir qarasang solih kishiga o'xshaydi. Nimaga holi bunday ekan? Avvalgi qilib qo'ygan ishlarga berilayotgan mukofot, jazo. Alloh taologa bandalarni azoblashlik kerakmi? Allohga hech narsa kerak emas. Nimaga azoblayapti ularni? Astagfirullah. Ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum. Ey bandalar, agar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nimaga azoblasin? Shukr keltirsanglar, iymonli bo'lsanglar, nima qilaman men sizlarni azoblab deydi. Bir xatosi ma'lum bir darajaga yetdi bir odamni. Xatosi ko'payib ketdi. Alloh bunga bir azobni yuboradi. Shu xatosidan qutulib olishi uchun. Chunki xatosi bo'lmagan odamni Alloh taolo azoblamaydi. Xato hammamizda bor. Inson bolasi bor, xato qiladi, lekin tavba qilamiz, to'xtatamiz, istig'for etamiz. Ammo shunday odamlar bor, ko'payib ketganda Alloh taolo azob beradi ularga. Astagfirullah. Va ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Qaniylarda, ey insonlar, sizlarga nima musibat yetsa, bas o'zingizlar shu qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi, gunoh sababli yetadi. Endi Alloh taolo yana ko'p gunohlaringizni jazolamasdan kechirib yuboradi. Ko'p aytamiz, shuning uchun bolangizdan tortib qoldingizmi yoki bir boshqa tomondan tortib qoldingizmi, o'zingizdan qidiring. O'zingizdan qidiring. Bir oqsoqol o'g'li qimorvoz bo'lib, latokka pul yutkazaverib, yaxshi odam bo'lgan. Bo'laversa, bolasini ma'lumotlamay aytayaptiki, o'zimdan o'tib qolgan bo'lsa kerak. Bir harom xarash yegizib qo'ygan bo'lsam kerak, o'sha mansabda ishlab turgan paytimda degan gapni gapirib o'zidan qidiryapti. Endi buni ko'rgan boshqa bolalari nima qiladi? Demak biz shu xatoni takrorlamaylik. Chunki harom yegizsak, zulm qilsak, qarg'ishga qolsak, tortamiz ekan degan narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana Ibn Asokirdan keltirilgan hadislari Baro radhiyallohu anhudan. Ma min athratin va la ixtilaji araqin va la hadsha udin illa bima qaddamat aydikum. Diqqat qilinglar-da. Oyog'ini qoqilib ketishi bo'ladimi? Payni titrab ketishi bo'ladimi? Qaltirab ketishi yoki bir cho'pni, terini shilib yuborishi bo'ladimi? Borki, qilgan ishinglar tufayli yetadi. Qaltirab qosh tushib ketdi qo'lingizdan. Sizga yoqmaydigan ish. Qaltirab qo'lingizdagi tishini
ovqat to'kilib ketdi, sizga yoqmaydigan ish. Bularning hammasi o'zingni qilgan ishing tufayli yetadi. Yana deyapti oyatda, Alloh kechirib yuboradiganlari ko'p gunohinglarni. 10 tadan bittasiga berar ekan Alloh jazoni. 9 tasini yuvib yuborar ekan shu bilan. Mana shu Alloh sizni yaxshi ko'rganligini belgisi. Bitta xatoyingizga jazoni berdi, 9 tasini shu bilan yuvib tashladi. O'shuning aytdik-da, agar Alloh yaxshi ko'rsa bandasini, shu dunyoda o'zida shu qilgan ishlariga mukofotni berib qo'yadi. Alloh haqida yaxshi o'yda, yaxshi fikrda bo'lishingning mukofoti jannat. Alloh haqida gumoningni yaxshi bo'lishligi mukofoti jannat. O'sha hadislarda keladi. Bu hadislarni eshitsangiz, qalbingizga shunaqa bir umid paydo bo'ladi qalbingizda. Alloh azza va jalla bir iymoni bor, lekin dunyoda ko'p gunohlarni qilib do'zaxga hukm qilgan bandasi haqida xabar beradi. Mana payg'ambarimizning hadislarida shunday ma'no bor. Iymon bilan chiqqan dunyodan gunohlari ko'p. Uni do'zaxga olib ketishyapti. Shunda banda do'zaxga kirib ketyapti, orqasiga bir o'girilib qo'yadi. Xuddi birodan bir yordam kutgandek, najot kutgandek, o'zgarishini kutgandek. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar deydi. Hadisning mazmuni. Ey banda, nimaga orqaga o'girilding? Deganda banda, Parvardigor, men seni menga bunaqa muomala qiladi deb gumon qilgan emasman der ekan. Nima deb gumon qilgansan desa, meni gunohimni kechiradi deb gumon qilganman sen haqingda. Deganda Alloh taolo mana shu yaxshi gumon uchun to'xtatinglar, kirgizinglar buni jannatga deydi. Robbimiz haqida gumonimiz to'g'ri bo'lsa, Alloh bizni jannatga kirgizadi. Iymoni zaif insonlar Alloh haqida nohaq gumonda, johiliy o'yda bo'ladi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh yakka, yagona, uni sherigi yo'q. U doimiy hayot va barhayot tirikdir. Al-Ahad, misli tengi yo'q bo'lgan zot. Al-A'la, oliy bo'lgan zot. Har qanday ayb va nuqsondan oliy bo'lgan zot. Koinotda nima bo'lgan bo'lsa shu kungacha Alloh xohlagani uchun bo'ldi va Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bu borliqda uni xohlaganidan oshiqcha narsa bo'lmaydi. Dunyo birodarlar sinov va imtihon hovlisi. Oxirat esa mukofot va mangulik hovlisi. Siz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedingiz-u, lekin o'zingiz xohlagandaqa kun kechirdingiz. Bu to'g'ri emas. Alloh haqida gumoningiz yaxshi bo'lsa, Robbingizni ulug'lasangiz, ism va sifatlarni hammasi mutlaq komil ekanligi iymoningiz bo'lsa, mana shu iymon sizni qalbingizga taskin beradi. Mana shunda iymon to'g'ri iymon bo'ladi. Agar la ilaha illalloh desangiz-u, Allohning sizni ustingizda qilayotgan ishlariga e'tirozingiz bor bo'ladigan bo'lsa, bu iymoningizdagi katta nuqson. La ilaha illalloh dedingizmi? Alloh sizni ustingizga bir kunda berdimi? Bilingki, bu albatta orqasida hikmati bor. Ya'ni odamlarning shunaqa so'zlari bor. Kufrga yetaylab qo'yadi odamni. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan odam qazoy qadarga iymon keltirdim, qazoy qadarga roziman degan odam bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunga loyiq ekanman-da. Sizni ustingizga yoqmaydigan bir ish keldi. Bilingki, qaysidir gunohingiz uchun qidiring. Endi topa olmadingiz. Haqiqatan solih inson bo'lishingiz mumkin. Shunda ham kelgan bo'lsa, demak sizni qadringizni ko'tarish uchun bo'ldi. Ustingizga kelgan musibat ikkita sababdan. Bittasi gunohingizni yuvishlik uchun keldi, yoki sizni martabangizni Allohning huzurida ko'tarish uchun keldi. Nima bo'lganda ham musulmon odam mana shu musibat ustida foydada qoladi. Shuna deb qabul qilamizmi, yo'qmi? Mana Musa va Xizr alayhimassalam ularning qissasiga murojaat qilsak, 12 ga 10 ga kirgan bola o'ynab yurdi ko'chada. Xizr alayhissalom haligini shunday so'yib qatl qilib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom tushunmadi. Qatalta nafsan bi g'oyri nafsin. Ha, begunoh bolani o'ldirding-ku dedi. Keyin hikmatini eshitganidan keyin aytdi qissani oxirida. Agar bu bola katta bo'lganida dedi Xizr alayhissalom, kufr ma'siyatga kirib ketar edi, ota-onasi ham bu bolasiga ergashib kufr ma'siyatga kirib ketar edi. Endi Alloh taolo bu bandani olib qo'yib turib bu bolani boshqa solih farzandni berdi dedi.
Mana endi boyaga ota-ona bolasi o'lib qolgan paytda dunyodagi eng katta musibat o'shalarniki edi? Nimaga kichkina bola edi deb turib tushuna olmayotdimi? Endi qiyomatga borganda mana shu bolani o'lishigidagi hikmatni tushunib turib, qalbi erib ketadi Parvardigoriga hamd aytib. Musibat kelganda qarangda, undan kattarog'i ham bor edi, u kelmadi, yengili keldi. Hamd aytasiz, yutuqdasiz. Millionda yo'qotdingizmi? Yana 9 million turibdi-yu. Bitta oyoqda qaradingizmi? Ikkinchisi turibdimi? Demak, ey Xudo, men senga nimani yozuvdim? Qaysi gunohim uchun bunday so'zlar noto'g'ri so'zlar? Chunki dunyo sinov hovlisi, birodarlar. Asarlarda keltiriladi, bu dunyo egrilik hovlisi, to'g'rilik hovlisi emas, qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Shuning uchun mana shu narsani kim tushunib yetadigan bo'lsa, dunyoni yengillik uchun quvonmaydi, mashaqqati uchun qayg'urmaydi. Birodarlar, dunyo hayotini Alloh taolo balolar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Dunyodagi balolar oxiratdagi mukofotga sabab bo'ladi. Dunyodagi mashaqqatlarga rozi bo'lib sabr qilar ekanmiz, qiyomat kunidagi azizlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Mukofotlashlik uchun avval balolaydi. Bu dunyo hayoti oxiratda oldida, birodarlar, nolga teng. Qog'ozga 1 deb yozing. Uning orqasiga bitta nolni yozing. Shunday qilib nollarni yozib ketavering, yozib ketavering, yozib ketavering. 1 santimetrga 2 ta nol sig'adi. Endi 1 orqasidan 30 ta nol yozsangiz, nechi deyiladi shu raqam, bilasizlarmi? 15 santimetrga 30 ta nol sig'adi. Nonillion deyilar ekan. Endi 60 ta bo'lsa-chi? Endi mana shu 1 yozib turib, oygacha yozib keting, nol. Qanaqa raqam bo'ladi bu? Lekin mana shunday katta raqamlik muddat ham oxiratning abadiyligini oldida qisqa vaqt bo'lib qoladi. Lekin ana shu raqam har qancha katta uzun bo'lmasin, abadiylikda oldida, birodarlar, hech qancha vaqt bo'lmay qoladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bir inson dunyoda podshoh bo'lib yashadi. 100 yil yashadi, boring 1000 yil yashadi. O qadimgi odamlarga o'xshab. Lekin baribir nima bo'ladi? O'ladimi? Nima kutadi umrining oxirida uni? O'limmi? Endi oxiratdagi abadiy hayot oldida bu dunyodagi hayot nolga teng bo'lib qolgandan keyin oxiratdagi azob uqubatlarning oldida bu dunyodagi podshohning hayoti ham nol bo'lib qoladi. Alloh azza va jalla rizq nasibalarni tarqatishda ham ayrim odamlarning nazarida adolat qilmaganga o'xshaydi. Qara, mana odam manaqa rasvo bo'lsa ham rizqi keng. Mana odam taqvoli halol bo'lsa ham hech bir qo'lida bir to'rtta so'm to'planmaydi. Mana shu dunyodagi insonlarning rizqlarini turli xil bo'lishligi ham imtihon bo'ldi, birodarlar. Imtihon bo'ldi. Nima? Alloh qodir emasmi hammani bir xil boy badavlat qilib qo'yishga? Qodir. Allohning mulkidan deydi hadis qudusiyda. Ey insonlar va jinlar, avvalgi-yu oxirgisi hammasi bir joyga yig'ilsa va bir vaqtni o'zida xohlagan narsasini so'rasa, Alloh ularni xohlagan narsasini bir vaqtda bera oladi va bu Allohning mulkidan shuncha so'ralgan narsa. Dengizga ignani solib chiqarganda dengiz qancha kamaydi? Kamimaydimi? Shuncha ham kamimaydi. Endi bu hikmat bo'ldi. Kimi boy, kimi kambag'al bo'lishi, kimi quvvatli, kimi nimjon bo'lishi, bularni bari sinov, birodarlar. Alloh azza va jalla aytadi, Astagfirullah. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Bu dunyoda ularning birovlaridan birovlarini rizq va martabada qanday ustun qilganimizni ko'ring. Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroqdir. Dunyoda kambag'alroqdirsiz. Dunyoda quvvatsizroqdirsiz. Zaifdirsiz. Kimdir sizdan quvvatli, kimdir sizdan boy, kimdir podsho, kimdir boshqa. Lekin oxiratdagi daraja deyapti. Asosiysi. Boy bir mamlakatga kambag'al mamlakatdan bir faqir ayol ishlagani keldi. Oilasini boqish uchun. Oladigan maoshi juda ham oz. Lekin bu ayol ham o'ladi. 50 yil yashaydi, 70 yil yashaydi, o'ladi. Agar mana shu qiyin, kambag'al, faqirona hayotida sabr bilan, iymon bilan,
istiqomat bilan yashaydigan bo'lsa, yutuqda mana shu odam ketadi. Mana shu ayol yutuqda ketadi. Ammo dunyo hayoti farovon bo'lsa, oxiratni unutib yashagan bo'lsa, har qancha boy badavlat, kayfi safot yashagan bo'lmasin, agar shu holatda ketadigan bo'lsa, u zarar qiladi. Haqiqiy zarar iymon e'tiqodsiz yashashda. Demak, ibrat oxirat hayotida yutqizib qo'ymaslikda. Ali ibn Abi Talib aytadi, kimning haqiqiy boy va haqiqiy faqir ekani Allohga ro'baro bo'lishdan keyin ma'lum bo'ladi. Bu dunyoda men boyman deb yuribsan, Allohning oldiga borib hisob-kitobdan o'tgandan keyin ko'ramiz, boymisan, kambag'almisan. Dunyoda men kambag'al faqirman deyapsan, qiyomat hisob-kitobidan keyin ko'ramiz, rostdan boymisan yo kambag'almisan. Alloh azza va jallaning adolati mutlaq adolat. Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Mana darsimizni avvalida aytdik, odam bolasining ishlarini hammasi nisbiy, mutlaq emas, nuqsonli, komil emas. Allohning hakimligi, odilligi va adolati mutlaq, benuqson. Odam alayhisalomdan qiyomat kunigacha Allohning mulkida bironta chumchuqqa ham zulm qilmaydi, birodarlar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi, ey odam bolalari, albatta men zulmni o'zimga harom qildim, sizlarning orangizda ham zulmni harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar. Zulm nima ekan? Haq egasini haqqini ado qilmaslik. Ustani ishlatib pulni bermaslik zulm. Agar qarg'asa, vayron bo'lasiz. Ustalar, uyda egasi ko'rmayotgan paytda ham uyda egasi qarab turgandek ishlamaslik uyda egasiga bo'lgan zulm. U sizni qarg'amaydi, bilmaydi-da ishingizga kirchikirini. Ha shunaqa ekan deb ketaveradi. Ammo sizga birovning haqqini yeb zulm qilganligingiz uchun pulingizdagi baraka degan narsa olib qo'yiladi. Allohdan qo'rqib ishlaylik. Professional bo'laylik. Komissiya keladimi? Reviziya tushib qoladimi to'satdan? Sizga nima? Astagfirullah. La zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Vala yuzlamuna fatila. Ularga qilchalik zulm qilinmaydi. Vala yuzlamuna naqira. Va ularga zarracha zulm qilinmas. Astagfirullah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas, biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar hardal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilingan bo'lsa, o'shanada keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguvchidirmiz. Alloh zulm qilmaydi. Allohning hukmi komil. Chunki eng oliy bo'lgan, a'la bo'lgan zot. Al-a'la bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo hech kimga zulm qilmaydi. Uning hamma hukmlari adolatli hukm bo'ladi. Mana shu Alloh taoloning Al-a'la ismi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Taskin olib keladi. Iymon deyiladi shu narsa. Birodarlar, iymon juda ham qimmat narsa. Iymon juda ham qimmat narsa. Alhamdulillahi robbil alamin shu iymonni berdi. Endi mana shu iymonimizda kimimiz yuqoriroqda, kimimiz pastroqda. Kimimizning iymonimiz quvvatliroq, kimimizniki zaifroq. Mana shu bilan farqlanadi bizning hayotdagi saodatimiz yoki shaqovatimiz. Ala ilallohi tasirul umur. Ogoh bo'linglarki, barcha ishlar Allohga qaytadi. Ogoh bo'linglar, hamma ish Allohga qaytadi. Bir odam aytadi, bu ishlarning hammasi meni qo'limda deydi. Xohlaganimni qilaman deydi. Meni aytganim bo'ladi deydi. Savol. Sen shu dunyoga kelishingdan avval bu ishlar kim qo'lida edi? Seni aytganingni bo'lishidan avval kim aytgani bo'layotdi? Qarang, oyatda aytilyaptiki, oxiratdagi ishlar hammasi Allohning qo'lida bo'ladi. Oxiratdagi ishlar Allohning qo'lida bo'lsa, dunyodagi ishlar kimning qo'lida? Allohning qo'lida emasmi degan xayol keladi. Mana shu oyatning tafsirida mufassirlar aytishadiki, Allohni unutgan, adashgan, g'ofil, iymoni zaif odamlar dunyoda Allohdan boshqa ilohni bor deb o'ylaydi.
Ular pulni iloh deb bilishadi. Kuch-quvvatni, mansabni, boylik va hokazolarni iloh deb biladi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb o'ylashadi. Qaysi masalani pul hal qilmasa, u masalani katta pul hal qiladi. Bormi shunaqa tushuncha? Bu musulmon odamning tushunchasi emas. Haqiqiy mu'min esa Allohdan boshqa iloh yo'q deb biladi. Beruvchi ham Alloh, oluvchi ham Alloh. Aziz qiluvchi ham Alloh, xor qiluvchi ham Alloh. Yordam beruvchi ham Alloh, tashlab qo'yadigan ham Alloh. Mana shunday deb e'tiqod qilishlik tavhid deyiladi, birodarlar. Pulingizga ishonmang. Darsimiz oxirida student bo'lgansiz, shagird bo'lgansiz, qo'lingizda pulingiz bo'lmagan bir yosh bola bo'lgansiz, aql hushingiz joyida, uylanish kerak, pul yo'q, mashina mingiz keladi, u ham yo'q, hech narsa yo'q. O'shanda nima degansiz? Inshaalloh Alloh hammasini beradi degansiz. Boshqa suyanadigan hech narsa yo'q edi-da, o'shuning uchun Allohga suyandingiz. Endi qo'lingizda 100 ming, 200 ming dollar paydo bo'ldi. Endi nimaga suyanadigan bo'lib qoldingiz? Maosh qilish kerak desamda mo'ljallaysiz. Pulimni 4/1 bilan bitar ekan, qoramiz deysiz. Endi nimaga suyanyapsiz? O'sha yo'q bo'lgan paytda Allohga suyanganingizdek, hozir ham Allohga suyanyapsizmi yo pulingizga suyanib qo'yapsizmi? O'zingizdan bir so'rab qo'ying. Al-A'la ismining ma'nolaridan yaratish va tasarruf qilishning komilligi. Astagfirullah. Fatabarakallohu ahsanul xoliqin. Bas eng go'zal yaratuvchi Alloh barakotli buyukdir. Mo'minun surasida. Alloh azza va jalla yaratuvchi bo'lgan zot. Inson esa yasovchi. Alloh yaratadi, inson yasaydi. Yaratuvchi degani bir narsani yo'qdan paydo qilish. Va mana shu narsaning misli bo'lmaydi avval. Demak, Alloh taolo yo'qdan bor qiladi va mana shu narsaning misli bo'lmagan avval. Ammo inson yaratuvchida bo'lmaydi. Biz deydi ilmiy izlanishlar olib borib, paxtaning vilka chidamli bo'lgan manaqa navini yaratdik deydi. Bekalar aytibsan. Terminologiyada bu yaratdik deydi. Birodarlar, yaratdik degan so'z faqat Allohga yarashadi. Yaratdi degani faqat Allohga yarashadi. Bandalar yarata olmaydi. Bandalar yasaydi. Bir narsani bir narsaga qo'shadi, bir narsa chiqadi. Va bu chiqqan narsaning avval bir misli bo'ladi. Bu sal boshqacharoq, lekin avvalgiga o'xshagan bo'ladi. Demak, yaratdi degan so'zni insonga nima qilib bo'lmas ekan? Ishlatib bo'lmas ekan. Inson yasaydi, Alloh yaratadi. Alloh azza va jalla o'zining yaratgan mahluqotlari bilan odamlar o'zlari yasagan narsalarni taqqoslashlikka izn berdi. Nima uchun? Alloh taolo o'zining san'ati, qudratini odamlarga bildirib qo'yish uchun. Bandalar kim u? Alloh kim? Tushunishib olsin bandalar. Shuni bilishligi uchun, farqlashligi uchun. Mana insonni jasadida buyraklar bor. O'zbekchasi nima bo'ladi uni? Pochka, to'shna. Chunki buyrak desangiz, ba'zi bir odamlar tushunmasligi mumkin. Pochka. Insondagi mana shu pochkani oling. U mana shu insondagi qonni aylantirib tozalab berib turadi. Endi xuddi shu vazifani bajaradigan inson yasagan sun'iy buyrakni, sun'iy pochkani tasavvur qiling. Ko'rganmisizlar o'sha sun'iy pochkani qanchalar katta bo'lishini? Odam bolasi yasagan. Stoldek keladi. Xaladeniyda keladi. Avvalgilari undan ham kattaroq bo'lgan. Endi mana shu insonning qonini tozalab turishligi uchun, filtrlab turishligi uchun Alloh taolo insonga ato qilib qo'ygan buyrakni tasavvur qiling. Borligini ham bilmaysiz. Ishlayotganini ham sezmaysiz. Uxlayapsizmi, yuguryapsizmi, yeyapsizmi, o'tiribsizmi farqi yo'q. Ovozi ham chiqmaydi. Mana solishtirib ko'ring. Men mana shu pochkasi ishdan chiqqan odamlarga qilinadigan muolaja o'sha dialez nima deydi? Dialez qo'yadi. Haftada 2 marta, 3 marta boradi. O'sha stolda yotadi. 3 soat, 4 soat holatiga qarab 5 soatgacha yotadi-da, qonini o'sha dialez bir tozalab beradi apparat. Sun'iy pochkalar. O ham 100% tozalamaydi. Tushunyapsizlarmi? Nima degani bu?
Alloh taolo nimaga meni yaratgan narsam bilan o'zingni yasagan narsangni solishtirib ko'r deyapti. Allohning qudratini, Allohning azamatini, Allohni yaratishdagi mukammalligini ko'rib olishligimiz uchun. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, biz agar o'zimizni jasadimizda turgan Alloh taoloning mo'jizalariga qarasak, tashqaridagi mo'jizalarga qarashga hojat qolmaydi. Shuning uchun hadisda aytiladi: "Man arofa nafsahu, arofa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, o'zini tanisa kimligini, Robbisini albatta taniydi. Biz o'zimizni taniymizmi? Odam bolasini ko'zi bilan eng oxirgi rusumdagi fotoapparatni taqqoslab ko'ring. Taqqoslab bo'lmaydi. Odam bolasi ixtiro qilgan robotni ko'ring-ku, uni qarshisidagi chivinni ko'ring. Chivin rizqini uchib yurib o'zi topib yeydi. Alloh yozib qo'ygan rizqini uchib yurar ekan, Alloh beradi unga. Unga zaratga ham kerak emas. Unga perihodnik ham kerak emas. Unga shtekir ham kerak emas. Rizqini topib yeb uchib yuradi. Estağfirullah. Sun Allohillazi atqana kulla shay. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning ishidir, Allohning hunaridir. Yaponiyalik bir olim, mana shu robot yasaydigan bir olim islomda qabul qilganligi haqida gapiriladi. Sabab deb so'rasa, o'zini 2 yashar qizchasini qo'llarini, kaftidagi barmoqlarini harakatini ko'rib turib, o'zini yasagan robotlarni ko'rib turib, Allohni tanishiga shu narsa sabab bo'lgan deydi. Mahluqotlar komil suratda yaratilibdimi? Demak, yaratuvchining tasarrufi ham komilligiga dalolat qiladi. Bir xil yasalgan ikkita bir asbob deylik. Haligi yasalgan narsani qarab turib, yasovchisini ko'rmasangiz ham baho bera olasiz yasovchi ustasiga. Yasagan ishini puxtaligiga, tekizligiga, chiroyligiga qarab turib, mana uni yasagan odam ustaroq ekan, mana bu eplamachiroq ekan o'zimizga o'xshagan deysiz. Ya'ni siz yasalgan narsaga qarab turib ko'rmasangiz ham yasovchisini bahosini bilyapsiz. Endi siz Alloh azza va jallani yaratib qo'ygan bu borlig'iga qarangda, yaratuvchi qanchalar qudrat egasi, qanday bir komil zot ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, ular mukammal qilib yaratildi. Allohning san'atini komil ekanligini ko'rdingizmi? Demak, uni tasarrufini ham komil deb qo'yavering. Mana shu darsimizni boshida aytdik-a. Alloh taoloning hamma ishi komil, adolatli, mutlaq adolatli. Ammo kuch-quvvatga to'lgan 35-40 ga kirgan yigit o'zini qariya otasini so'dara urib ketayotganini ko'rganingizda, bu ishda qanaqa bir adolat bor? Bu ishda qanaqa komillik bor? Otasiga zulm qilib urib tursa, Alloh shunga izn berayotgan bo'lsa, qani bu yerdagi hikmat deb turib, ularning hayotidagi, ota-bolaning hayotidagi oxirgi seriyasini ko'rib turib baho beryapsiz. Siz avvalgi seriyalarni ham surishtiring-da. Bu kalta yeyotgan bolasidan oqsoqol o'zi qanaqa bo'lgan? Qanaqa inson bo'lgan? Otasiga qanaqa muomala qilgan? Qanaqa pul topgan? Qanaqa tarbiya bergan? Bolasini nima bilan boqqan? Agar avvalgi seriyalardan xabardor bo'lsangiz bu odamni, bugungi seriyasidagi ishni komil bo'pti, adolatli bo'pti, mukammallik bo'pti deb aytasiz. Tushunarlimi? Shuning uchun hayotda bo'layotgan ba'zi ishlarni ko'rib turib, Alloh nimaga izn beryapti shunga bo'lishiga? Alloh ko'rmayaptimi? Alloh bir shu narsaga bir rozi bo'lyaptimi degan savollar kelsa, hozirgi misolda ummatda hozirgi kundagi ahvoli achinarli birodarlar. Shundaymi? Shunday. Endi qanday musulmonlar shunday bir hol bo'lish kerak? Axir Allohning suygan bandalari ular desa, hozir gapni aytamiz. Ummatda 50 yil, 100 yil u yoqdagi hayotiga qaranglar-chi. Bugungi kunimiz o'sha avvalgi qiyab yashab o'tgan kunimizni mevasi bo'ladi, samarasi bo'ladi. Alloh komil zot. Alloh azza va jallaning hamma ishida mo'jiza bor. Osmonlarni yaratishida, parandayu darandalarni yaratishida, o'simliklar, insonni yaratishida ulkan mo'jiza bor. Alloh taoloning har bitta qilgan ishi, har bitta yaratgan narsasi mo'jiza birodarlar. Shuning uchun aytiladi, Alloh taoloning buyukligiga dalolat qiladigan oyatlar 3 xil bo'ladi. Kavniy oyatlar, takviniy oyatlar, Qur'oniy oyatlar. Kavniy oyatlar bu Alloh taoloning mahluqotlari. Qarang, koinot
jim turadigan Qur'on deyiladi. Mushaf gapiradigan Qur'on deyiladi. Rasululloh tirik Qur'on deyiladi. Qur'on 3 ta deyiladi. Koinot jim turadigan Qur'on, qarasiz Alloh tanitadi, fikr qilsiz. Gapiradigan Qur'on bu qo'limizdagi mushaf. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti birodarlar tirik Qur'on. Kavniy oyatlar Allohning yaratgan mahluqotlari, takviniy oyatlar Alloh taoloning ishlari, Qur'oniy oyatlari bu Qur'oni Karim birodarlar. Biz Allohning zotini idrok qila olmasligimizni tan olishimiz kerak. Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka aqlimiz quvvati yetmaydi ekan deb tan olishimiz kerak. Shunda qalbimiz xotirjam bo'ladi. Inson ojiz. Allohning zot haqida fikr qilishi mumkin emas. Balki Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsin. Chunki Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohni qanaqaligini aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingmi? Allohni tanibsan. Shuning uchun Alloh taolo mahluqotlarim haqida fikr qilinglar, meni zotim haqida emas deyapti. Masalan, insonda aqlini taroziga o'xshatsak bo'ladi. Mana shunday keladigan tilla tortadigan tarozi bor tilla bozorda. 1 gramda 10 ga bo'lib tortib beradi, milligram deydi. Bu yarim kilogacha tortadi. Buni ham ati nima? Tarozi. Keyin mana bu ho'l meva sotadigan aka-ukalarimiz 200 kilo, 300 kilo qoplab kartoshkani tortadigan asbobda ham ati tarozi. Endi o'sha katta yuk mashinani ustida ko'miri bilan tortadigan asbobda ham ati tarozi. Hammasi tarozi. Lekin o'sha bir mashina, katta yuk mashinadagi ko'mirni tilla tortadigan taroziga qo'ysa nima bo'ladi tarozi? Chegarasi bor ekanmi? Eng zamonaviy rusumdagi mashina sizni har qanaqa bir bezdorojyalardan olib yuradi. Qing'ir qishlardan olib yuradi, tog'da oldiga kelganda to'xtaydi. Suvda oldiga kelganda to'xtaydi. Birodarlar, inson o'zini aqlini ojiz ekanligini tan olsa, Allohni topadi. Ruhingni nimaligini bilasanmi inson bolasi? Mana o'zing ishingda turgan ruh. O'rgana olmaysan, bila olmaysan. Va yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri robbi va ma utitu minal ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, ruh Robbim ilmidan. Sizlarga juda ham oz ilm berildi. Xulosa, Allohning zotini biz idrok qila olmas ekanmiz, aqlimizning quvvati yetmas ekan deb tan olsak, jonimiz orom oladi. Biz to'g'ri yo'lda turgan bo'lamiz. 3 ta doira. His qilinadigan narsalar doirasi, aql yuritiladigan narsalar doirasi, xabarlari kelgan narsalar doirasi. His qilinadigan narsalar doirasi. Nima bu? Insonda mana his qilishlik organlari bor. 5 ta. Ko'rish, eshitish, hid bilish, tan bilish, haroratni his qilish. Mana shu a'zolarimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsalarni idrok qiladigan asboblarimiz his organlarimiz. Demak, biz his qilish a'zolarimiz bilan idrok qiladigan narsalarni o'zi ham bo'ladi, izi ham bo'ladi. Masalan, ko'ramiz, eshitamiz, hidini sezamiz, ta'mini bilamiz, haroratini his qilamiz. Ko'zimiz ko'rib turibdi, quloqimiz eshitib turibdi, qo'limiz bilan ushlaymiz. Uni izi ham bor, o'zi ham bor. Bu doiradagi ishonch vositasi his qilish organlari. Ikkinchi doira aql yuritiladigan narsalar doirasi. Bu doiradagi narsalarni o'zi ko'rinmaydi, ammo izi bor. Aqlingiz bilan topib olasiz. O'zini ko'rmayapsiz, lekin aqlingiz bilan topib olasiz. Bu doiradagi narsalarni idrok qilishlik asbobi nima ekan? Aql ekan. O'zi yo'q, lekin izi bor. Masalan, tuproqning ustida g'ildirak izlari turibdi. Izga qarab turib, aniq aytasiz. Bu yerdan nima o'tibdi? Mashina o'tibdi. Mashina bormi? Yo'q. Qayoqdan bildingiz mashina o'tganini desa, izidan deysiz. Bu aqlingiz bilan topadigan narsalar. Endi izini kengligiga, torligiga qarab turib, mashinani, yuk mashina yoki yengil mashinaligini aytasiz. Yerda tezak yotibdi. Demak, bu yerdan
Aqlingiz aytayaptiki, bu yerda sigir o'tgan deyapti. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar doirasi. Bularni o'zi ham bor, izi ham bor. Bu narsalarda his qilishlikda bizni 5 ta his a'zoyimiz ishlaydi. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi. Unda izi bor, o'zi yo'q narsalar haqida. Bu doiradagi narsalarni idrok qilish asbobi aql. Shuning uchun aytamizda, Alloh taoloni ko'rish mumkin emas. Alloh taoloni yaratib qo'ygan narsalari mana shu izlar. O'z-o'zidan mukammal va komil suratda yaralgan yer shari, undagi tog'lar, undagi daryolar, daraxtlar xilma-xil. Bular o'z-o'zidan yaralib qolgan desa, aql qabul qiladimi shuni? Million yillar natijasida bitta deydi kletka paydo bo'lgan. Keyin kletka 2 ga bo'lindi deydi. Keyin 3 ga bo'lindi, 4 ga bo'lindi, qarabsizki inson paydo bo'ldi deydi. Boshini qarang-da, bosh chataq o'zi. Dengizda suv deydi borib turib toqqa urildi deydi, toshga, shundan deydi mikrob paydo bo'ldi deydi. Xo'p, o'sha yerdan boshlayapti istoriyasini. Bu shu darvinistlar. Savol: suv qayerdan keluvdi? Toq qachon paydo bo'luvdi? Bo'ldi, to'xtaysiz. Bu xudosizlarning falsafasi, xudosizlarni oldiga qo'yayotgan hujjat dalili puf deganga yaramaydi, birodarlar. Shuning uchun aytamiz, biz Alloh taoloni ko'rishimiz mumkin emas, ko'ra olmaymiz. Ko'zlar idrok qila olmaydi, ammo aqlimiz bilan Allohni topishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo yuzlagan oyatlarda aql yuritmaysizlarmi, tadabbur qilmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deb siz bilan bizga xitob qilgan. Aql ishlatishlik kerak. Alloh taoloni zotini idrok qila olmaymiz, ammo aql yuritib uni borligini bilamiz, sifatlarini, qudratini taniymiz. Al-aqlu murtabitun bil voqi. Aql voqelikka bog'langan bo'ladi. Aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Bundan 100 yil, 200 yil burun yashagan odamga mana shu 10 ta xonada turgan kitobni hammasini mana shunday jihozga joylab qo'yish mumkin bo'ladi desa, 200 yil burun yashagan odam qabul qilarmidi? Aql qabul qilarmidi? Qabul qilmasdi. Endi-chi? 100 minglagan kitobni tirnoqdek keladigan fleshkaga joylab qo'ysa bo'ladimi desam, hozir ha deysizlar. Demak, u davrdagi odamlarning aqliga bu narsa to'g'ri kelmas edi, ammo hozirgi davrdagi odamlarning aqliga to'g'ri keladi. Shuning uchun aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Agar 100 yil burun, 200 yil burun yashagan odamga okeanda yo'g'ida turgan odam bilan ko'rishib gaplashish mumkin desa, qabul qilarmidi? Seni jinnilikda ayblardi. Ammo hozir aql bu narsani qabul qiladi. Demak, aql nima ekan? Demak, aql voqelikka bog'liq ekan. Xulosa, ilm rivojlanishi davomida avvallari aqlga sig'magan narsalar keyinchalik aqlga sig'adigan bo'lib qoladi. Aql voqelikka bog'langan degani ma'nosi shu. Odam oyga qarab uchadi, dengizga sho'ng'ib haftalab, oylab suv tagida qolib ketadi, keyin tirik chiqib keladi. Onani qornidagi bolani o'g'il bola, qiz bolaligini aytish mumkin degan gaplarni aytsa, odamlar avval qabul qilmas edi. Ammo ilm fan bu narsani aqlga sig'ishligini mana ko'rsatib berdi. Birinchi doiramiz his qilinadigan narsalar doirasi, 5 ta his qilish a'zoyimizni ishlatamiz bu yerda. Birinchisini o'zi ham bor, izi ham bor. Ikkinchi doira aql bilan topiladigan narsalar doirasi, aql bilan yuritiladigan doiradagi narsalarni o'zi yo'q, izi bor. Bu doiradagi asbob nima ekan? Aql ekan. Endi 3-chi doiramiz xabarlari kelgan narsalar doirasi. Bu ma'lumotlar deyiladi. Bu eng mushkula bo'lgan doira, birodarlar. Chunki bu doiradagi narsalarni o'zi ham yo'q, asari ham yo'q. O'zi ham yo'q, izi ham yo'q. Nima u? Qaysi narsalar desa, qiyomat alomatlari. G'ayb olami. Qiyomatni kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Farishtani kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Endi bu doiradagi narsalarni idrok qilishlikdagi asbob qaysi? Ishonch, iymon deyiladi.
Birinchi doira his qilinadigan narsalar, ikkinchisi aql bilan topiladigan narsalar, uchinchisi rost xabarlar doirasi. Mana shu uchala doirani birodarlar birini ikkinchisiga aralashtirmaslik kerak. Shu uchala doiradagi narsani farqlab olsangiz, sizni biror iymon e'tiqodingizni shubhaga sola olmaydi. Agar uchala doiradagi narsani idrok qilib oladigan bo'lsangiz, qalbingiz taskin topadi, ishlar o'rniga tushadi. Oxirat kunini dalili Alloh taoloning bizga bergan xabarlari. Dunyo ishlarini his qilasiz. Chiroyli mashinangiz ko'zga ko'rinadi, yangi imoratingiz ham ko'rinadi, mazali taomni tatib ko'rasiz, xushbo'y atini hidlab ko'rasiz. Ammo oxirat, jannat, do'zax haqida kelgan narsalarni avvalgi ikkita narsa bilan topa olmaysiz. His ham qilmaysiz, izini ham ko'rmaysiz. Mo'minning mo'minligi ham shunda-da. U hayvon ham ko'zi ko'rgan narsaga ishonadi-da. Valal axiratu xoyrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, albatta oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroq dedi. Shu yerda iymon e'tiqodi yo'q odam, oxiratga iymon keltirmagan odam naq turgan dunyo qadayu, sizlar aytayotgan yo'q, bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa qayerda deydi. G'aybga iymon keltirishlik birodarlar ulug' narsa. 3 ta doirani gaplashyapmiz. His qilinadigan, aql yuritiladigan va ishonchli xabarlar doiralari. Faraz qiling, Bishkekka qarab ketyapsiz. Perevalda avvalga yetganingizda mashinangiz bilan yozib qo'yibdi. Ko'chki bor. Qor surilgan, yo'l to'silgan, ortingizga qayting. Nima qilasiz? Hali ko'rmadingiz. Nima qilasiz shunda? Qarangda, o'sha qor ko'chgan yergacha hali 20 kilometr bor. Shuncha yo'l ochiq, nima qilasiz? Albatta ortingizga qaytasiz. Nima uchun? Ishonchli xabarni topganingiz uchun. Ana shu ikki og'iz gap sizni orqaga qaytardi. Mana shu narsa g'aybga ishonish deyiladi. Tushunalingmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimunas solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'aybga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. 3 ta narsa aytilyapti. G'aybga ishonadi, namoz o'qiydi, infoq qiladi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun namoz o'qiydi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun qaytib kelmasa ham savob joyiga sarflayveradi. Chunki nima qiladi u? G'aybga ishonadi. Birodarlar, g'aybga ishonishlik juda katta narsa. Masalan, bir odamga infoq ihson qil, Alloh ziyoda qilib beradi desa, ishonmaydi-da boyaga sodiq xabarga. O'shuning uchun undan ko'ra ushlab turaman pulimni o'zim bilan deydi. Ammo Alloh taolo aytayapti hadis qudusiyda: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil bandalarimga. Men ham infoq qilaman desa, g'aybga ishonmaydi-da u. O'shuning uchun infoq qila olmaydi. Va kechasi bir 40 kun tahajjud o'qi, hayotingdagi o'zgarishni ko'rasan desa, ishona olmaydi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal duosini o'qiganda bir ixlos bilan Alloh qarzlaringdan najot beradi desa, undan ko'ra bir $50 ber deydi. Ammo mo'minning farqichi, g'aybga ishongani uchun namoz o'qiydi, g'aybga ishongani uchun qiylanib topgan pulini nima qiladi? Uy domla deyapti bir hoji akamiz, bir 15 yillar bo'lib ketdi, o'tib ketdi odamlar rahmatli bo'lib. Masjidga pul sarflaganimdan beri deydi, aslatga qolmayapti tovarimda deydi. Mana endi ko'ribdi. Mana endi ko'ribdi, his qilibdi-da, aslatga qolmayapti. G'aybga iymon keltirish birodarlar, seni oqilliging va ulug'ligingga dalolat qiladi. Fa robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Zolimlar zulm qilyapti, jazo olmay ketyapti bizning ko'zimizda. Bizning nazarimizda. Mazlumlar zulmni ko'rib turib, yana o'zini yurtida bir musibatlarga qolib turib, yana aybdor bo'lib turibdi. Ko'rib turibmiz buni. Shunday qolib ketalarmikin deysizda. Alloh taolo aytayapti: Robbingiz nomiga qasamki,
albatta ularni hammasidan qilib o'tgan ishlari haqida aniq so'raymiz deyapti. Shuning uchun mo'min odam xotirjam bo'ladi, unga biroz zulm qilsa, haqqini ola olmasa, haqqini yeb ketsa, qiyomat bor deydi. Aka deydi usta. Akaxon deydi. Men siz bilan qirqishib talashgani toqatim ham, kuchim ham, vaqtim ham yo'q. Bersangiz dunyoda olaman. Bermasangiz qiyomatda olaman, lekin aniq olaman, xotirjam bo'ling deydi va ketaveradi. Va xotirjam keting o'zingiz. Noilojligidan aytib qo'yib ichingiz yo'q, aytdingizmi? Endi bersa olib kelsa dunyoda olasiz, bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Boyaga odam agar qiyomatdan umidi bo'lsa olib borib beradi pulingizni. Alloh aytdi, birodar, sen ishonding, g'aybga ishonding. Oxiratni ko'rmasang ham ishonding, eshitmasang ham ishonding, rost xabarni nima qilding? Tasdiqlading. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizni nomini poklang. Allohning komilligi mutlaq, insonning komilligi esa nisbiy. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringiz nomini har qanday ayb va nuqsondan poklang. Al-a'la, hamma narsadan oliy, eng oliy zot. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma hdini fi man hadayt. Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigor, meni sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. To'rtta ne'mat. Hidoyat, sog'liq, kifoyalilik va tinchlik. Mana shu to'rala ne'matni Alloh taolo qaysi bandani ustida jamlagan bo'lsa, shu bandasiga ne'matini to'liq qilib beribdi. Endi mana shu to'rala ne'matning ichida eng avvalgisi hidoyat turadi. Hidoyat degan ne'matni bir raqami bilan belgilaylik. Orqasidan sog'lig'ini 0 deb yozaylik. Demak, bir odamga Alloh hidoyat va sog'lik bergan bo'lsa, 10 raqam bo'ldi. Endi buni yonboshiga kifoyalik, bir narsaga muhtoj bo'lmaslik degan ne'matni berdi. Uni ham bitta 0 deylik. 1, 2 ta 0, 100 bo'ldi. Endi Alloh taolo buning orqasidan tinchlik ne'matini berdi. 1, 3 ta 0, 1000 bo'ldi. Hidoyat, sog'liq, kifoyalik va tinchlik. Shunday qilib, shu nollarni yozib ketaylik. Solih ayol bitta 0. Salohiyatli farzandlar yana bitta 0. Keng hovli yana bitta 0. Shunaqa qilib yozib ketaversak, kimdadir 100 ming bo'ladi raqami. Kimdadir raqami 10 million bo'ladi. Endi mana shu 10 millionni oldidan birda olib qo'ysangiz, nechi qoladi? 0 qoladi. Shuning uchun birodarlar, bir insonni Alloh taolo hidoyat bilan ne'matlamagan bo'lsa, hidoyat bermagan bo'lsa, qolgan dunyodagi hamma kengchiliklarni bergan bo'lsa, bu odamga berilgan ne'mat to'liq deyilmaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, kimga Alloh taolo hidoyat, sog'lik, kifoyalik va tinchlikni ato qilgan bo'lsa, bas bu bandasiga Alloh ikrom ko'rsatibdi. Bu kishi uchun dunyo ne'matlari to'liq berilibdi. Hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, muhtoj bo'lmaslik va tinchlik. Bormi shu ne'mat ustimizda? Alhamdulillahi robbil alamin. Juda ko'pchiligimiz ustimizda bor bular, faqat bularni ne'mat ekanligini his qilmaymiz-da. Bir odamga tirikchiligingiz nima bo'lyapti desa, Xudoga shukr, yetib turibdi deydi. Demak, Rasulullohning duosi siz ustingizga ijobat bo'pti deysiz. Siz qanday deydi? Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan degan ekanlar. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekanlar. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Seyfda yo'q, divantayda yo'q. Yo'qda unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi ijobat, duosi haq bo'libdi. Demak, hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, tinchlik ne'mati kimga berilgan bo'lsa, dunyoni ne'mati komil qilib berilibdi. Bu Ali ibn Abi Talibning so'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qaranglar-da birodarlar, biz noshukurmizda
biz g'ofilmizda, biz insonmizda unutuvchi. Rasululloh aytayaptilar. Imom Buxoriy va Termiziyda keltirilgan hadis: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafa fi badanihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Sizlardan qaysi biringiz qalbi xotirjam tong ottirsa, demak yurti tinch, boshida tomi bor, yotadigan ko'rpasi bor. Muafa fi badanihi, jasadi sog'lom bo'lsa dardlardan. Va indahu quta yawmihi, o'sha kunga yetadigan ovqati bo'lsa. Bas go'yoki butun dunyo uning qo'l ostida jamlanibdi. Kiminglarda yo'q shu narsa, aytinglarchi? Yurtingiz tinch, boshingizda tomingiz bor, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Hammamizda bor bu. Hammamizda bor. Mana shu odamni payg'ambarimiz dunyodagi eng xotirjam boy odam deb aytayaptilar. Ammo bizni tasavvurimizdagi eng xotirjam boy odam kim? Puli ko'p odam. Rasululloh aytayotgan tasavvur o'lchov shuncha bir xil bo'lyapti, bizniki boshqacha bo'lyapti. O'shuning uchun bir insonning xotirjam bo'lishligi, hayotda saodatli yashashligi puliga bog'liq emas, o'lchov tushunchasiga, tasavvuriga bog'liq. Bu hadisda zikr qilingan omonlik, birodarlar, iymoniy omonlik deyiladi. Haqiqiy omonlikka kim erishadi? Iymoni bor odam. Alloh taolo aytadi: "Agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishiga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar." An'om surasi. Mana shu oyatda ulaykal amnu lahum deyilganida omonlik bularga ham va boshqalarga ham bo'lardi. Lekin oyatda ulayka lahumul amn, omonlik ular uchun deyildi. Iymoni bor odam uchun omonlik bo'ladi hayotda. Iymoni yo'q odamga omonlik bo'lmaydi. Garchi yurti tinch bo'lsa ham, garchi sog'ligi bo'lsa ham, garchi puli bo'lsa ham, iymoni yo'qmi, bu odam xotirjam yashay olmaydi dunyoda. Buni Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti. Ana shu omonlikka ega bo'lishligi uchun, hayotda saodatli umr kechirishligi uchun inson qancha mehnat qilish kerak? Qarang, ismingizni oldiga doktor degan bitta so'zni qo'shib aytishlari uchun 30 yil mehnat qilasiz. Doktor falonchi, doktor falonchi, professor falonchi. Shu ismingizni oldiga doktor yoki professor degan bitta unvonni, laqabni olishlik uchun 30 yil umringizni sarflaysiz. Endi oxirat uchun, abadiy saodat uchun, Alloh taolo o'zini bandalarga tayyorlab qo'ygan jannat uchun ana shu narsaga yetishgani necha yil mehnat qildingiz? Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda: "O'zimning solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonlarning aqliga kelmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim." Ana shu ne'matga erishishlik uchun necha yilingizni sarfladingiz? Hidoyat. Bu inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taoloning bir bandaga berib qo'ygan hadiyasimi? Hidoyat inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taolo shunday hadiya qilib berib qo'ygan narsami? Agar hadiya desangiz, Alloh manolarga hidoyat beribdi, manolarga bermabdi. Unda baxillik qilib qo'ygan bo'ladi-yu. Parvardigor, sen hidoyat bermagansan desang menga hadiya edi. Allohga beribsan, bizga bermabsan. Endi nimaga bizni do'stlarga kirgizasan deydimi? Hadiya emas ekan demak. Nima ekan unda? Mehnat ekan, mashaqqat ekan, harakat ekan, vaqt sarflash ekan. Hayotingizda bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta mehnat qilishingiz shart. O'z-o'zidan hech narsa kelib qolmaydi. Qorin kattayib ketdi. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Quvvatsiz bo'lib ketdingiz. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Arzimagan bu dunyoda ozgina matohiga erishishlik uchun mehnat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ulug' bo'lgan ne'mat hidoyatga erishish uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaymizmi?
ilm bo'ladimi, hunar bo'ladimi, albatta odam bolasi davomiy suratda uzoq muddat mehnat qiladi, shu narsaga erishadi. To'g'rimi? Mana shu aqldan. Alloh azza va jalla aytadi, astagfirullah, inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafura. Dar haqiqat biz uni insonni xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Hidoyat qilsa ham biri kofir, biri mo'min ekan. Boshqa oyatda va likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat deydi. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor. Bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Nozik nuqta. Mana hozir men sizlarga bergan savolning javobi. Ayrim odamlar hidoyatni Alloh tarafidan beriladigan ato, hadiya deb tasavvur qilishadi. Bo'yiz, rangiz, ko'zingiz rangi, sochingiz Allohning atosi. Siz bu yerda hech narsa qilganingiz yo'q, Alloh shunday berdi. Qaysi zamonda yashashingiz, kimning farzandi bo'lishingiz bu ato. Bunga hech qanaqa aloqangiz yo'q. Bu ato. Endi undan tashqari narsalar, birodarlar, mehnat. Uyda jim o'tiradi-yu, Alloh taolo "Men senga bandam hidoyati" deydi-da, keyin taqvodor bo'lib qoladi. U hech narsa qilmaydi-yu, jonini qiynamaydi. Shu to'g'ri tasavvurmi? Kim aytdi bunaqa bo'ladi deb? Alloh insof beribdi-da, namoz yiqilib qolibdi. Bizga ham insof bersa yiqilib qolarmiz. Alloh hidoyat qilibdi-da, to'g'ri yo'lga yurib qolibdi. Bizga ham hidoyat bersa bo'lib qolarmiz. Birodar, adashyapsan shu yerda. Hidoyat Alloh berib qo'yadigan hadiya, ato, padarka emas. Sen qo'lingni cho'zasan, mehnat qilasan, vaqtingni sarflaysan, Alloh inek beradi buni. Alloh seni ham hidoyat qilgan. Qaragin-da. Koinotni yaratdi-da, qara unga dedi. Anbiyolarni yubordi, kitoblarni nozil qildi, Qur'onni oramizga tushirib qo'ydi. Alloh hammamizni hidoyatli bo'lishga imkoniyatimizni bir xil qilib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi nima haqida gap ketyapti? Allohga to'ngamanglar, o'zingizlarda zalolat yurganinglarda. Ey birodarlar. Sizni birov bo'yningizdan baylab araq ichirmayapti. Siz o'zingiz qilyapsiz uni. Inna alayna lal huda. Alloh taolo aytadi, shak shubhasiz hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Nima degani bu? Inna alayna lal huda. Lafzi jalola bo'lgan Alloh kalimasi oldida ala kelsa, alalloh bo'lsa, shu narsani Alloh o'zini zimmasiga olganligini bildiradi. Va alallohi qasdus sabil deydi Alloh Qur'onda. To'g'ri yo'lga hidoyat qilish yolg'iz Allohning izmidadir. Yana bir oyatda va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. O'rmalaganki jonivor bor, uni rizqi Allohning zimmasida. O'rmalaganki jonivor rizqi bormi, Alloh beradi. Alloh yetkazaman dedi, o'zini zimmasiga oldi. Xuddi shunga o'xshagandek hidoyat qilishni ham Alloh o'zini zimmasiga oldi. Shak shubhasiz insonlarni hidoyat qilish bizning zimmamizdadir. Hidoyat qilish Allohdan, qabul qilish bandadan. Qur'onni tushirib qo'ydi, payg'ambarlarni yuborib qo'ydi, koinotni yaratib qo'ydi va oramizda Allohning diniga da'vat qilib, sizni hidoyatga chaqiradigan odamlarni qo'yib qo'ydi. Sizga taklif qilindi hidoyat, birodar. Allohdan taklif, bandadan qabul. Hidoyatni taklif qilib qo'ygan joyda bandalar qabul qilmasdan Alloh bizga ham insof bersa tasharimiz deyotgan bo'lsa, bu gunohini. Bular tushurani ham sanabdi. Bitta misol bilan tushuntiramiz. Mashinalarda radio bor. Radio efirni tasavvur qilinglar. Demak, falon to'lqindagi falon radio stansiya o'zini eshittirishni boshladi. Kim xohlasa, shu radio stansiyani to'lqiniga priyomligini moslaydi-da, eshitishi mumkin. Hammaga imkoniyat bir xil. Shunda bir odam aytsa, "Yo'q, u radio stansiya meni priyomligimga alohida to'lqin yuborsa, keyin eshitaman" desa. Aqldan bo'ladimi? Efir ketyapti, xohlaganlar eshityapti. Birozdan keyin efir tugaydi, eshitgan eshitdi, eshitmagan eshitmadi.
Lillahil masalul a'la. Alloh taolaning hidoyat degan efirini Alloh taolo dunyoga teng yayib qo'ygan. Bizning radio priyomiylarimiz nastroyka qilib uni eshitmaslik ixtiyorimizda. U efir qiyomatgacha turadi, faqat biz o'lamiz, biz uchun tugaydi. Eshitgan bo'lsangiz, qabul qilgan bo'lsangiz yutdingiz, aks holda yutkizdingiz. Shuning uchun eslaylik qilib Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak meni Alloh benamoz bo'lishimni xohlabdi-da, o'shuning uchun benamoz bo'lib yuribman deb falsafa so'qiydi. Bir urasiz tumshug'iga. Nimaga urding desa, hozirgi falsafani qaytarasiz. Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak seni buningni sinishini ham Alloh xohlabdi. Nimaga tashlayapsan menga deysiz. Umar ibn Xattobni oldiga o'g'rini olib kelishdi. Qarang-da, subhanalloh. Ya amiral mu'minin, qazo qadarga Alloh o'g'illik qiladi deb yozgan ekan. Allohning yozganini qildim. Endi Allohning yozganini qilsam, meni qo'limni kesasizmi dedi. Ha, Alloh seni qo'lingni kesishligim ham yozgan deb qo'lini kesgan ekan. Demak, birodarlar, hidoyat Alloh tomonidan taklif qilindi. Bandalar endi nima qilish kerak? Qabul qilishligi kerak. Agar hammani Alloh taolo majbur mo'min qilib qo'yganida, unda jannatga kirishning nima hojati bor edi? Hech narsa qilmadi-yu. Bir bandani Alloh taolo majbur kofir qilib qo'ygan bo'lsa, uni ixtiyorisiz do'zaxga kirishlikda qada adolat bo'lar edi. Shuning uchun insonlarning iymonga kelishi yoki kofir bo'lishini Alloh taolo taqdirga bitgan. Imom Azam aytadi, Fiqhul Akbarda katabahu bil vasf la bil hukm deydi. Bir insonni kofir mo'min bo'lishligini vasf qilib yozdi, hukm qilib yozmadi. Kofir bo'lsin demadi. Agar kofir bo'lsin deganda hukm bo'lardi, uni jazolash to'g'ri bo'lmas edi. Balki vasf qildi. Kofir bo'ladi, mo'min bo'ladi, o'zining ixtiyori bilan. Taklif qilinganda qabul qiladi. Demak, mo'min bo'ladi. Alloh buni bilib yozib qo'ydi shuni. Hidoyatni Alloh taolo bandalarning orasiga tushirib qo'yibdi. Qur'on bor, sunnat bor, ulamolar bor, darslar bor. Aytish mumkin bo'lsa, hidoyat efiri ketyapti. Siz o'zingizni radio programmangizni o'sha efirga moslang. Izlang, eshiting, fikr qiling, vaqtingizni sarflang, kuchingizni sarflang. Hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Javob chiqdimi savolimizga? Hidoyat Allohning hadiyasi ekanmi? Yoki banda mehnat qilib, vaqtini, umrini sarflab erishadigan narsa ekanmi? Ikkinchisi ekana, hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Aqulu qawli hada va astagfirullah.